Agar siz odamlar bilan muomala qilish san'atini egallasangiz, hech qanday diplomsiz ham butun dunyoni o'z orqangizdan ergashtirishingiz mumkin. Bilasizmi, eng zo'r qarorlar, eng yirik bitimlar va eng baxtli munosabatlar bu faqat birgina narsaga bog'liq: insonlar bilan qanday muloqot qilishingizga. Endi esa siz bilan inson qalbining kalitlarini topamiz. Dale Carnegie bizga qanday qilib do'st orttirish, hurmat qozonish va odamlar qalbida chuqur iz qoldirish mumkinligini o'rgatadi. Bu texnika emas, bu san'at. Siz ham bu san'atni o'rganishingiz mumkin. Do'st orttirish va odamga ta'sir ko'rsatish usullari kitobi. Birinchi bo'lim: tanqid va tanbehdan voz keching. Carnegie diqqatimizni quyidagiga qaratadi. Hech kim tanqidni yoqtirmaydi. Hatto eng muloyim inson ham tanqid eshitgan zahoti himoya holatiga o'tadi. Aqlsiz odamlar tanqid qiladi, ayblaydi va dushman orttiradi. Dono odam esa tushunadi, kechiradi va yurakka yo'l topadi. Boshqalarning xatolarini tanqid qilishning o'rniga ularni tushunishga harakat qiling. Bu sizni samimiy, mehribon inson sifatida ko'rsatadi va o'sha odamni sizga yaqinlashtiradi. Ikkinchi bo'lim: chin dildan tabassum qiling. Tabassum bu hech qanday xarajatsiz, lekin millionlik ta'sir kuchiga ega quroldir. Dale Carnegie aytadi: tabassum bu hayotingizga yorug'lik olib kiradigan eng oddiy ammo eng qudratli vosita. Tabassum qilish sizni ochiq, ijobiy va mehribon inson sifatida namoyon etadi. Bu orqali siz o'zingizga nisbatan iliq munosabatni yaratishingiz mumkin. Uchinchi bo'lim: odamlarning ismlarini yodda saqlang. Ism bu inson qulog'i eshitadigan eng shirin, eng muhim so'z. Agar siz odamga uning ismini aytsangiz, u sizni eslaydi. Agar ismini eslab to'g'ri aytsangiz, u sizni sevib qoladi. Ism orqali hurmat bildiriladi. Buni unutmang, bu oddiy yondashuv, lekin chuqur ta'sirli. To'rtinchi bo'lim: yaxshi tinglovchi bo'ling. Tinglash bu san'atdir. Ko'pchilik eshitadi, ammo kam odam chin dildan tinglaydi. Carnegie bu haqda quyidagicha yozadi: odamlar sizga dardini aytishni emas, ular siz orqali o'zlarini anglashni xohlaydi. Shunchaki suhbatni bo'lmang. O'z fikrlaringiz bilan ustunlikka intilmang. Odamlarni tinglang va sizga ochilishlariga imkon bering. Beshinchi bo'lim: boshqalarga o'zlarini muhim his qildiring. Insonlarning eng katta ehtiyoji bu e'tirof va qadrlanish. Samimiy va halol tarzda maqtang. Bu buyuk vosita. Odamlar tan olinishni, qadrlanishni ham suv kabi istaydilar. Yolg'on maqtov emas, samimiy e'tirof bilan boshqalarga ishonch uyg'oting. Bu ularda sizga mehr uyg'otadi. Oltinchi bo'lim: odamlar manfaatlariga qiziqing. O'zingizning qiziqishlaringiz haqida emas, qarshingizdagi odamning sevimli mashg'ulotlari, oilasi, orzulari haqida so'rashingiz bu eng yaxshi aloqa vositasidir. Siz atigi 2 oyda odamlarning sizni yaxshi ko'rishlariga erishasiz, agar ularda chin dildan qiziqsangiz. Aks holda yillar o'tib ham bu natijaga erisha olmaysiz. Qisqacha xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tanqidni to'xtating. Bu sizning eng katta dushmaningiz. Tabassum qiling. Bu eng sodda ammo kuchli qurol. Ismni eslab qoling. Bu insonning yuragiga kalit. Tinglovchi bo'ling. Yaxshi tinglovchi har doim hurmatga loyiq. E'tirof eting. Haqiqiy e'tirof yuraklarni rom qiladi. Qiziqing. Samimiy qiziqish orqali do'stlikni yutib oling. Siz odamlarni o'zgartirishga urinishdan avval o'zingiz qanday ta'sir qilayotganingizni tahlil qiling. Har bir harakatingiz yurakka eltuvchi yo'ldir. Dale Carnegie aytganidek, siz insonlar bilan qanday munosabatda bo'lsangiz, hayotingiz shunday bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu ilmni yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Yana qanday kitoblarni chiqarishimizni izohlarda yozib qoldiring.